2020-yillik Tokio Olimpik tənhərəkət müsabiqəsi 16-cı günüdəki kəskin müsabiqələr bilan oyoqlaşdı. Yaponiyaning poytaxti Tokioda o'tkazilgan 32-ci navbatlik yozliq Olimpik tənhərəkət müsabiqəsində Amerika oltin medal va umumiy medal sonida Xitoydan ish birinchi bo'ldi. Turkiya bu qitimliq Olimpik musobaqasida 2 oltin, 2 kumush va 9 mis medalga erishgan bo'lib, 35-o'ringa tizilgan. Xitoy doiralari Uyg'ur tashkilotlari tarafidan qattiq ayblashga uchrab kelgan Uyg'ur-Xitoy tuqqanchilik siyosatini davomli yo'lga qo'yish va cho'nqurlashtirishni talab qilgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur-Xitoy tuqqanchiligini oldiga surish siyosati Xitoyning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunida texmi kuchaygan. Doiralar 1.200.000 Xitoy kadrining tuqqanchilik nomida Uyg'ur oilalariga o'g'irlashtirilganligi ilgari surgan. Gretsiyaning Zakintos orolidagi o'rmon o't ofatining o'chirishga qatnashgan bir aeroplan tushib ketgan. Aeroplanning uchquvchisining hayot qolganligi e'lon qilindi. Argentinalik cho'lpon Lionel Messi 21 yil top tepgan Barselonadan ayrilgandan keyin tunji qatam muxbirlar oldida paydo bo'ldi. Hayajondan so'zlashda qiynalib qolgan cho'lpon futbolchi ko'z yoshlarini kontrol qila olmadi. Messi so'zlashning hech qanday ahamiyati yo'qligini aytib, "Men butun umrimni bu yerda o'tkazdim. Bu baktaz. Men Barselonadan ayrilishga zodila tayyor emas edim" dedi. Afg'onistonning sharqiy shimolidagi Tahir o'lkasining markazi bo'lgan Taloqan shahri Talibanlarning qo'liga o'tdi. Buning bilan Afg'oniston hukumat armiyasi kontrolligini Talibanga tortqizib qo'ygan o'lka markazlarining soni 5 ga yetdi. Saudiya Arabiston bugundan boshlab chet eldan umra ziyorati iltimosining qabul qilinganligini va har oyda 2 million umra qilguvchining qabul qilinganligini e'lon qildi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Marisa Peyn Avstraliyaning Amerikaga o'xshash Magnitsky kishilik huquq qonunini ma'qullab, kishilik huquqni dafsanda qilguvchilarni javobgarlikka tortilganligini e'lon qildi. Avstraliyadagi Uyg'ur tashkilotlari Avstraliya hukumatini qonun chiqarib, Xitoyning Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga va irqiy qirg'inchilikda rol o'ynaydigan Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishga chaqirib kelgan.